Qoraqalpog'istonda biznesingizni yangi bosqichga olib chiqishni istaysizmi? Bu imtiyozlar sizga o'z biznesingizni tez va samarali rivojlantirishga yordam beradi. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Qiymati 100 ming AQSh dollaridan 500 ming AQSh dollargacha bo'lgan investitsiya loyihalarini amalga oshiruvchilar uchun yer uchastkalari to'g'ridan-to'g'ri ajratiladi. Milliy valyutada loyihalarni moliyalashtirish uchun yillik 14% stavkada 7 yilgacha muddatga 2 yillik imtiyozli davr bilan kreditlar ajratiladi. Kunjut va mosh ekinlarini yetishtirish uchun yillik 14% stavkada 6 oylik imtiyozli davr bilan 12 oy muddatga kreditlar sug'urta ta'minoti bilan garovsiz ajratiladi. Sanoat korxonalarining foydalangan elektr energiyasi narxlariga chegirmalar beriladi. Majburiyatlarni to'liq bajargan sanoat zonalari ishtirokchilari bino inshootlarini belgilangan muddatidan qat'iy nazar xususiylashtirishi mumkin va xususiylashtirilgan yer uchastkalari narxi boshqa hududlarga nisbatan 10 baravarga pasaytirilgan. Noruda foydali qazilmalarni qayta ishlashni tashkil qilgan tadbirkorlarga yer qari uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun to'lovlarni bo'lib to'lash imkoni beriladi. Barcha shahar va tumanlarda yuqori texnologiyalarga asoslangan eksport pop va import o'rnini bosuvchi tovarlar ishlab chiqaruvchilarga Nukus erkin iqtisodiy zonasi ishtirokchisi maqomi beriladi. Bunda tadbirkorlarga qulay soliq va boshqa imtiyozlari tatbiq qilinadi. 2031-yil 1-yanvarga qadar Mo'ynoq tumanidagi mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohalaridagi tadbirkorlik subyektlariga foyda solig'ini, aylanmadan olinadigan soliqni, ijtimoiy soliqni va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini 1% miqdordagi soliq stavkalari bo'yicha, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summaning 1% miqdorida to'laydi. 2028-yil 1-yanvarga qadar Qoraqalpog'istonning barcha tumanlarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha soliq stavkalari 2 barabar pasaytirilgan. Ijtimoiy soliq 1% miqdorida to'lanadi. Tadbirkorlar tomonidan qiymati 50 milliard so'mdan ortiq investitsiya loyihalari amalga oshiriladigan bo'lsa, zarur infratuzilma obyektlari davlat tomonidan yaratib beriladi. 2027-yil 1-yanvarga qadar auksionda sotib olingan davlat ko'chmas mulk obyektlari qiymatini 7-10 yilga bo'lib to'lash yoxud 3 oy ichida to'liq to'langanda 25% chegirma beriladi. Sovutgichli sig'imlarni qurish va jihozlash xarajatlarining 30%, biroq 150 million so'mdan ortiq bo'lmagan qismi hamda qish va bahor oylarida sovutgichli sig'imlarning elektr energiyasi xarajatlarining 50% qoplab beriladi. 3 yulduzli toifaga aylantiriladigan mavjud mehmonxonalarning har bir xonasiga 20 million so'mdan subsidiya ajratiladi. 2026-yil 31-dekabrga qadar Chimboy, Xo'jayli, Beruniy va Nukus tumanlarida quriladigan mehmonxona va kichik otellarning har bir xonasiga 10 milliondan 20 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. 2027-yil 1-yanvarga qadar Amudaryo, Ellikqal'a, Mo'ynoq va Taxtako'pir tumanlarining tog'li va cho'l hududlarida turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlarga 80 milliondan 100 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Qoraqalpog'istonda qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan sun'iy intellekt infratuzilmasini yaratish loyihalari bo'yicha investorlarga imtiyoz va preferensiyalar maxsus paketi taqdim etiladi. Qoraqalpog'istonda tumanlar markazlarini olis hududlar bilan bog'lovchi shahar atrofi yoki hudud ichidagi shaharlar aro rentabel muntazam avtobus va mikroavtobus yo'nalishlarida ko'rilgan zararning 40% gacha miqdori qoplab beriladi. Tuzni qayta ishlash uchun tashkil etiladigan Konkrat Salt Free Zone sanoat zonasida investitsiya loyihalarini amalga oshirishni boshlagan tadbirkorlarga 5 yil muddatga Nukus erkin iqtisodiy zonasi ishtirokchisi maqomi beriladi. Konkrat Salt Free Zone sanoat zonasida yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, mahalliy aholini ishga qabul qilish uchun qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlarini tashkil etgan investorlarga o'qitish bilan bog'liq barcha xarajatlari qoplab beriladi. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga yoki ko'rsatilgan elektron pochta manzillariga murojaat qiling. Biznesingizni
ishlaringizni Qoraqalpog'istonda boshlang. Imtiyozlardan foydalaning va o'z kelajagingizni o'zingiz yarating.